bir podshoh farmoni oliy chiqaribdi. Yurtimizni gadolar, tilamchilar bosib ketdi. Agar kimda kim tilamchi yoki gadoga sadaqa bersa, qo'llari chopilsin. Hech kim tilamchi gadolariga sadaqa bermay qo'ydi. Kunlardan bir kun o'sha shaharga bir karvonini qaroqchi talagan savdogar kelib, duch kelgan eshigini taqillatib keldi. Yordam beringlar. Uchvali qiz, go'zal qiz eshik ochib. Assalomu alaykum, keling ota. Bolam, karvonimni qaroqchi taladi. 3-4 kun deganda yurtinglarga yetib keldim, ochnaxorman. Bolam, bir qultum suv ber, bir murda non ber. Xo'p bo'ladi. Qiz yugurib uyga kirib ketayotganda esiga farmonchi qaytib kelib, ota, bizning yurtimizning farmonidan xabaringiz yo'q shekilli. Agar kimda kim tilamchiga, gadoga sadaqa bersa, qo'llari chopilsin deyilgan. Bolam, men tilamchi gado emasman. Men savdogarman, qaroqchi taladi, ochnaxorman, bolam savob bo'ladi. Bir qultum suv, bir murda non ber bolam. Allohga tavakkal debdi qiz. Yugurib kirib